Assalomu jigarlar, yaxshimisizlar? Charchaymizlar. Sizlar bilan Trash. Jigarlar, kecha kunday bir animalar o'ynadik. Nima deydi? Instagramda короче boru. Nima desam, Messi 70 bilan o'ynadim men. To'g'risi bu bola chiste depenchik bola, depenchik. Bu bola ham o'ynab, u qilib o'ynab o'tirmaydi. Chiste depenchik bola bu. Keyin bu aldiydi 45 FPS emas, bu 60 FPS. Aldiydi hamma 45 FPS deydi, yutadi. Mana men 45 FPS yutdim deydi. Buning gapiga ishonmanglar. Jigarlar. Mana misol uchun klandoshim bor, misol uchun, например, bu aytganda menga chiste bu vepenchik bola. U men ham o'ynama dedi. Просто для интереса video qo'ygan ekan, shu просто kommentariya один mana men yozdim. Вообще чисто vepenchik. Bu streamida ko'rsatmaydi, ishoninglar. Streamida ko'rsatmaydi. Ko'rsatsa ham boshqa telefonga o'tkazib, keyin 45 FPS telefonga o'tkazib streamga yoqib ko'rsatadi. Bu ishonmanglar, g'irt bu kerak bo'lsa ishonmanglar, bu bot. Чисто bot, короче. To'g'risi boru, mana men o'ynadim, normal o'ynadim. To'g'risi o'ynagim keldi bu bilan. O'ynadim, вообще VPN чисто qarang. Keyin 64, 68, mana shunaqa 72 shunaqa bo'rdi. Men masalan deydi shu narsa to'g'risi boru. Mayli, xo'p dedim, o'ynadim. Kerak bo'lsa bu boru. VPN da ham yordam berolmaydi. So'chma stream yoqib shu narsa o'ynalmayman. Qo'lni o'zimni ko'rsatib, VPN yo boshqa yo boshqa emas, shuni ko'rsatdim. Chist VPN. Bu bolani bemalol spekon 2 ga uchiraman. Просто bu boru mayli nomma to'g'risi boru. Videochi qizardi bu bola chist. Shunga nima o'ynadim men mana. Ketdim, keyin mana shu o'ynaganimda bu короче men durzadan chop quribdi bu bola. Gapirmoqchi edim. Mana shu videoda yutqizgandan keyin chaqirmoqchi, gapirmoqchi edim. Bo'ldi, mag'lasan, albatta 45 FPS menda. Chist VPN sana men bilan durzadan chop qurib. Keyin streamga kirdim men, mana streamga kirdimda. Gap aktiv bo'ldimda, qani birga bir o'ynaymiz dedi. Davay tashlang dedi. Aydi, hop tashladim men. Tashlagandan keyin men borman, mas yutganman desam, yo'q yutmagansiz dedi. Video tashlaymi dedim. Yo'q, kerak emas dedi u. Mujikka kerak emas dedi. Video tashlab beraymi dedim. Yo'q dedi. Mayli dedim. Hop dedim, kirdi. O'ynadim. Bu chanoringlar bu VPN chistirakan. Keyin aytdim, video zapis qildingizmi? Yo'q, qilmadim dedi. Qilishingizdan chiqdi dedi. Streamga borgan vaziyat. Keyin shu kuni streamni o'chirib tashlabdi bu. Qarshi jigarlar maslahat beraman. Bu bola mana o'ynab boshqa qilib turmanglar. Men buni o'zini YouTube kanalini ochib ketaman. VPN. Chunki tavmadi mana polni mana shu videoni ko'rsanglar bo'ladi. Kulakanga bo'lgan joyi bor. Kulak kelgan joyi bor. Mana shu videoni polni ko'rasizlar. Gaz davay. Like, obuna bosib, kommentariyada o'zingiz bilan qo'llab qo'yinglar, davay, gaz. Cool. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Cover me! Watch out! Watch out!